Assalomu alaykum, hurmatli soliq to'lovchi yurtdoshlar. Tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatidan kelib chiqib, soliq kodeksida belgilangan soliqlarni to'laydi. Tadbirkorchilik tavakkalchilikka asoslangani bois ham oldiga qo'ygan maqsadlarga o'z vaqtida erishmasligi ham mumkin. Ba'zan qiyinchiliklarga duch kelib qolishi tabiiy. Mamlakatimizda soliq imtiyozlari va preferensiyalar qatorida soliqlarni bo'lib to'lash yoki to'lov muddatlarini o'zgartirish imkoniyatlari berilgan. Ushbu imkoniyat vakolatli organlar tomonidan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda mahalliy davlat hokimiyati organlari, soliq qo'mitasi va bojxona organlari tomonidan yuzaga kelgan qarz summasiga yoki kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan, kelgusida yuzaga keladigan qarz summasiga nisbatan berilishi mumkin. Soliq to'lashni kechiktirish yoki bo'lib to'lash 3 yilgacha muddatga beriladi. Soliq to'lash muddatining o'zgartirilishi soliq to'lash bo'yicha mavjud majburiyatlarni bekor qilmaydi, yangi majburiyatlarni vujudga keltirmaydi. Soliqni to'lash bo'yicha muddatni kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyati manfaatdor shaxsga uning moliyaviy ahvoli ushbu soliqni belgilangan muddatda to'lash imkonini bermasa, biroq ko'rsatilgan shaxsda bunday soliqni kechiktirish yoki bo'lib to'lash uchun berilgan muddat mobaynida to'lash imkoniyati yuzaga keladi deb taxmin qilish uchun yetarlicha asoslar mavjud bo'lsa berilishi mumkin. Soliq to'lashni kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyati manfaatdor shaxsga quyidagi asoslarda hech bo'lmaganda bittasi mavjud bo'lgan taqdirda berilishi mumkin. Tabiiy ofat, texnologik falokat yoki boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan holatlar natijasida zarar yetkazilganda, byudjetdan, ya'ni davlat maqsadli jamg'armalardan moliyalashtirish kechiktirilganligi yoki bajarilgan davlat buyurtmasi, davlat ehtiyojlari yoki mahalliy davlat hokimiyati organlarining ehtiyojlari uchun bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar haqini to'lash kechiktirilganda, manfaatdor shaxs faoliyatni 3 yildan ortiq vaqtdan buyon amalga oshirayotganligi hamda hisoblangan soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelganligi, ammo moliyaviy ahvoliga ko'ra soliq qarzini belgilangan muddatlarda to'lash imkoniyatiga ega bo'lmaganda. Tadbirkorlik subyekti soliq to'lashni kechiktirish huquqi to'g'risidagi xabarnomani yer uchastkalari, binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan e'tiboran 3 oy ichida soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yer uchastkalari, binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tganligining qayd raqamini va sanasini ko'rsatgan holda soliq organlariga yuborgan bo'lsa, agar o'tgan yil yakunlari bo'yicha jami daromadi 10 milliard so'mdan oshmagan shaxs soliq qarzi yuzaga kelgan sanadan e'tiboran 1 oy ichida soliq organlariga soliqlarni bo'lib to'lash huquqi to'g'risida xabarnoma yuborgan bo'lsa, jismoniy shaxsning mulkiy holati soliqni bir yo'la to'lash imkoniyati bo'lmasa, tovarlar yoki xizmatlarni ishlab chiqarish yoki realizatsiya qilish mavsumiy xususiyatga ega bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali tovarlar olib o'tilishi munosabati bilan bojxona to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan to'lanishi lozim bo'lgan soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyatini berish uchun asoslar mavjud ekanligi, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ish bo'yicha sud sanatsiyasi yoki tashqi boshqaruv tartib-taomili joriy etilgan bo'lsa, ushbu subyektlar soliqlarni to'lash bo'yicha muddatni kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyatidan foydalanishi mumkin. Yana bir asosiy holatga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, yuridik shaxsga uning sof aktivlari qiymatidan oshmaydigan summaga, jismoniy shaxsga uning mol-mulki qiymatidan oshmaydigan summaga soliqlarni to'lashni kechiktirib yoki bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Yuridik shaxslar va yakka tartibda tadbirkorlar soliqni hisobga olish joyidagi soliq organiga yozma, shu jumladan soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali xabarnoma yuborib, soliq auditi natijalari bo'yicha qo'shimcha hisoblangan soliqlar summalarini va moliyaviy sanksiyalarning tekshiruv materiallarini, shuningdek, kameral soliq tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha hisoblangan soliqlar summalarini ko'rib chiqish natijalari yuzasidan soliq organi tomonidan qabul qilingan qaror kuchga kirgan kundan e'tiboran 6 oy ichida teng ulushlarda to'lashga haqli. Hurmatli soliq to'lovchilar, siz soliqlarni kechiktirib yoki bo'lib to'lamoqchimisiz? Unda soliq qo'mitasi tomonidan yaratilgan tizim orqali ushbu imkoniyatdan tez va oson foydalanishingiz mumkin. Buning uchun my3.soliq.uz saytidagi yuridik shaxslar uchun xizmatlar so'ngra soliq qarzlarini bo'lib to'lash yoki kechiktirish interaktiv xizmati tanlanadi. Shundan so'ng elektron raqamli imzo orqali shaxsiy kabinetga kirilganda xo'jalik yurituvchi subyektga oid ma'lumotlar avtomatik shakllanadi.
Navbatdagi jarayon arizani rasmiylashtirish bo'ladi va shu yerda bo'lib to'lash yoki kechiktirib to'lash bo'yicha barcha ma'lumotlar to'ldiriladi va asos qiluvchi hujjatlar ilova qilinib, ariza soliq organiga yuboriladi. Arizaning holati bilan arizalar bo'limi orqali tanishib borishingiz mumkin.